Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Mana birinchilar bor ekan. 200 kilovat 3000 оборот 2 million 400 ming so'm. Bunisi 4 kilovat 3000 оборот 2 million 800 ming so'm. Bu ham dona magroradi mana bu qo'yib turib. Ikki sistemalarni tushuntirib bersangiz endi bitta. Makka so'radi. Makka shahri beraveradi. Makkaladi. Ishlari, pichoqlari. ham zavodskiy holatlari, keyin setkalari ham yonboshda almashadi. Setkalarni almashtirib so'rarkan har xil nasatkalar bilan. Ichi ochilib, savdosi ham bo'lar ekan. Ular vakilli bo'lgan, changiga chiqmasin uchun. O'tmas bo'lmaydi, sinib ketmaydi. Mabodo o'roq tushib sindi desanglar 10 ming so'mga almashtirib bo'ladi. Ana to'ylarni ham bor, mana ularga shaqiladi. Materiallar ham, kuchlar ham qalin. Pichoqlari ham o'zingizlarda bor-a? Pichoqlari bor, 10 ming so'mdan beraman. Mabodo sinib qolsa, lekin sinmasa, bu o'roq tushmasa, temir tushmasa, siz bilan meni qaritadi. Bo'ldi. Lekin materiallari mana yangi material, bunday eski materiallar yo'q. Rezinkalar. Rezinkalar ham mashina rezinkalari. Bunisi 2 million 800, bunisi 2 million 400 ming. 400 ming so'mkasi bo'ladi. Oldiga mana kuchoyni tuygizib turib, halqani. Orqasidan kuchoyga bor. Kuchoyni tortib yopiladi. Setkalar yonboshdan almashtiradi. Nasatkalarni ko'rsatib qo'ysangiz, setkalarni bir seri. Setkasi mollarga o'tga maydalab beradi. Bular ham Makka sho. O'ylariga bug'doy makkaga yem holatdagi Makka shahri. Ha, don mahsulotlarini maydalangan. Motorlari 4 kilovat 3000 оборот alyumin motor, 200 kilovat 3000 оборот alyumin motor. Xolos, biz motor beramiz. 6,5 kilovat 3000 оборот. Faqat ularning bilan alyumin farqi. Alyumin motorlar 130 dan 200 ga ishlayveradi. Biz motorlar 160 tepasi bo'lishi kerak. Ko'p joylarga beramiz. Jodolaringizni ko'rsatib qo'ysangiz, o't qirqigani. U joyda Vodiy bo'lib dastavka ham qo'yib berasiz, tog'a? Bularni dastavka qilmayman, buni ham dastavka qilib beraman. Asha, drabilkalarni. Vodiy bo'yicha dastavka beradi. Maborib ishlatib ko'rsatdim. 1 yil ichida tushunib qolsa. Garantiyasi bor. 1 oy ichida motorni o'zgartiramiz. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqa chiqarasiz, vizitkasini ham qo'yib qo'yamiz pastga.